Angren shahrida 23-sentyabr kuni boshlangan kon qutqaruvchilarining Respublika Spartakiyadasi o'z nihoyasiga yetdi. Ishtirokchilar Spartakiyada davomida bir nechta musobaqalar doirasida jamoaviy bellashdilar. Batafsil jarayonlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishamiz. Tog' kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasining harbiylashtirilgan kon qutqaruv shtabi tashabbusi bilan 2 yilda bir marta o'tkaziladigan ushbu Respublika Spartakiyadasini harbiylashtirilgan kon qutqaruv shtabi boshlig'i Murodjon Abdubayev kirish so'zi bilan ochib berdi. Ishtirokchi jamoalarga musobaqalarda muvaffaqiyatlar tiladi. Shundan so'ng respublikamizning yirik sanoat korxonalaridan tashrif buyurgan sport jamoalari ommaviy sportning futbol, voleybol, stol tennisi, shaxmat hamda pet-kross turlari bo'yicha bellashdilar. Qizg'in hamda do'stona ruhda o'tgan bahslarda barcha jamoa ishtirokchilaridan hamjihatlikda harakat qilish talab etildi. 3 kun davomida bilim hamda mahoratlarni ishga solgan O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga xizmat ko'rsatuvchi ikkinchi alohida harbiylashtirilgan kon qutqaruv vзводи qutqaruvchilari yaxshi natija ko'rsatishdi va umumjamoa hisobida sharafli ikkinchi o'rinni egalladilar. Vзвод tezkor avto haydovchisi Sunnatulla Majidov stol tennisi musobaqalarida birinchi, respiratorchi Akbarali Qarshiboyev tosh ko'tarish bellashuvida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, futbol bo'yicha mazkur jamoaga 3-o'rin nasib etdi. G'oliblar tog' kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasining harbiylashtirilgan kon qutqaruv shtabi tomonidan taqdirlandilar.